Biron joyda men hech qayerda $1 ham so'raganim yo'q va so'ramayman ham. O'zbekistonning o'zini kuchi yetarli, qurbi yetarli. 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonning davlat qarzi qariyb $47 milliard ga yetdi. Bu miqdor jon boshiga hisoblansa, har bir o'zbekistonlikka $1225 dan to'g'ri keladi. Oxirgi yillarda davlat qarzining o'sishi keskin tezlashdi. Qarzlar miqdori 2019-2025 yillarda 2.6 barobarga ko'paygan. 46 milliard 800 million dollarlik qarzning 39 milliard 800 million dollari tashqi qarzlar, 7 milliard dollar esa ichki qarzlar. Rasmiylar 47 milliard dollar haqida gapirayotgan bo'lsa ham, aslida O'zbekistonning qarzlari bundan anchagina ko'p. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilning 9 oyi yakuni holati bo'yicha davlat kafolat bermagan qarzlarni ham qo'shganda umumiy tashqi qarzimiz 75 milliard dollardan oshgan. Xo'sh, bu miqdor O'zbekiston uchun ko'pmi yoki xavotirga o'rin yo'qmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.